Assalomu alaykum hammaga. Yangiliklarimiz kelgan, xabardor qilib qo'ysizlardir. Resantani 200 modeli kelgan. Bu ham oddiy svarka, ham kemping bo'lib ishlaydi. Komplektida o'zining qo'shimcha narsalari chiqadi. Qolganlari mana bolgarkalar, lobzik, sirklarka, shalka deydi, perforator kichkina, katta, bog'dorchilikda narsalar, kichkina arralar, katta rolfniki, batareykali elektropila deyiladi, shunaqa deydimi? Xo'sh, bular dubl pistoletlar, batareykali bolgarka, oddiy svarishni apparat, shturmdagi shotkali shurpyorlarimiz va narxi arzon. Bu yoqda mana drellar, shurpyorlarimiz 5 shotka variantlari, katta batareykali, kichkina batareykali, orqasi temirli, plastmassa, mana lazerlarimiz arzonidan Ubayda lazer kelgan. Garantiyali bu. Shtatifi, anaqa to'shni toshir ekan, temir tesaklari yo'q, anaqa taqir-tuqirlar hamma narsasi bor, o'zining qutchalari mana past balandini legirovka qilib aniqroq hisob-kitoblarga yordam beradi. Batareyka zaryadga qilgan bunaqangi USB lik yaxshi zaryadlari kelgan, uzoqroq ishlaydigan Type-C shtatifi chiqadi. Aytilgandek garantiyalar bor. Xudo xolasa hamma mahsulotlarga kam-ketliklarni yana to'ldirishda davom etamiz. Xizmatlar bo'lsa past nomer qoldiramiz. Aloqachi qo'lasizlar. Rahmat hammaga.